Assalomu alaykum. Bugungi qisqa sharhimizda Eron, Amerika va Isroil o'rtasidagi keskinlashgan vaziyat haqida gaplashamiz. Eron mintaqadagi o'z ta'sirini saqlab qolishga va har qanday hujumga munosib javob qaytarishga tayyorligini bildirmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari mintaqaga qo'shimcha kuchlar yubormoqda va Isroilni qo'llab-quvvatlashini ta'kidlamoqda. Isroil esa o'z xavfsizligini ta'minlash uchun barcha choralarni ko'rmoqda va Eron tahdidlariga qarshi hushyor turibdi. Ekspertlarning fikricha, bu uch tomonlama qarama-qarshilik global iqtisodiyot va energiya bozorlariga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yaqin Sharqdagi beqarorlik dunyo bo'ylab neft narxlarining o'zgarishiga va logistika zanjirlarining buzilishiga olib kelmoqda. Xalqaro hamjamiyat tomonlarni vazminlikka va mojarolarni diplomatik yo'l bilan hal qilishga chaqirmoqda. Vaziyat o'zgarishda davom etmoqda. Biz voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.